Afg'onistonda kuchli zilzila sodir bo'ldi. Qurbonlar ham borligi aytilmoqda. Afg'oniston shimolida 3-noyabr kuni 6.3 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda AQSh geologiya xizmatiga tayanib Al Jazeera xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yer silkinishlari 28 kilometr chuqurlikda Mozori Sharif shahri yaqinida sodir bo'lgan. Zilzila Samangan, Balx viloyatlari shuningdek Qabulda ham qayd etilgan. Asosan Oybek, Mozori Sharif, Maymana, Tohar, Qunduz va Sarpul shaharlarida kuchli sezilgan. Zilzila shunchalik kuchli ediki, uning tebranishlari Turkmaniston, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Pokiston, Eron va hatto Hindistonning ayrim hududlarida ham sezilgan. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, zilzila oqibatida kamida 7 kishi halok bo'lgan va 150 kishi jarohat olgan. Qurbonlar va jarohatlanganlar soni ortishi ham mumkin. Kuchli zilzila Mozori Sharif muqaddas ziyoratgohlarining bir qismini ham vayron qilgan, deydi Balx viloyati matbuot kotibi Hoji Zayd Ko'k masjidga ishora qilib. 523 mingga yaqin aholi istiqomat qiladigan Mozori Sharif shahrida ko'plab fuqarolar uylari qulab tushishidan qo'rqib yarim tunda ko'chaga yugurib chiqdi, deydi Al Jazeera telekanallarida. Mozori Sharif shahrida zilzila sodir bo'lgan soniyalar kuzatuv kamerasiga ham tushib qolgan. AQSh geologiya xizmatiga ko'ra, Afg'oniston shimoliy qismida kuzatilgan zilzila 6.3 magnitudani tashkil etgan. Afg'onistonda bundan avvalgi zilzilada 2000 dan ortiq kishi halok bo'lgan edi. Afg'onistondagi 1-sentyabrga o'tar kechasi 6 magnitudali zilzila yuz bergandi. Qurbonlarning aksariyati Kunar viloyatidan bo'lgan. Undan keyin 4.5, 5.2 magnitudali aftershoklar qayd etilgan. Afg'oniston aholisi asosan paxsa devorli uylarda yashagani bois vayronagarchiliklar ko'lami keng bo'lgan. Zilzila tog'li va olis hududda ro'y bergani sababli aniq ma'lumotlarni yig'ish vaqt oladi. Afg'oniston Hind va Yevrosiyo litosfera plitalari to'qnashgan hududda joylashgani uchun ham seysmik xavfli yuqori bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Bundan tashqari, Sharqiy Afg'onistonning tog'li hududlari ko'chkilarga moyil bo'lib, bu qutqaruv ishlarini yanada murakkablashtirmoqda.